o'zini ustozini keyin ozgina ilmni o'rgangandan keyin bir chetga surib qo'yib bo'ldi endi deb kelmasdan o'zim endi bu yoqni o'zimiz eplaymiz deb alohida bo'lib ustoziga behurmatlik qiladiganlar bor. Hech qachon baraka topolmaydi shu. Nima uchun? Ustoz bergan ilmini o'zi kifoya qilmaydi. Ustozni beradigan roziligi va ortidan qiladigan duolari bilan u ko'karadi. Sofi Alloyorni Sabotul Ojizingda kelgan bir baytlari bor. Agar olim so'zin xo'p tutsa omil, ana omi dema, de mardi komil. Ya'ni bir olim bir gapni aytganda, bir ilmni aytganda siz uchun yangilik bo'lgan bo'lsa, bu kishi aytayapti-yu deb shunday o'shanga quloq solib amal qildimi, u omi odam emas, avom odam, ilmsiz odam emas. Komil inson deb aytgan. Udur johil, bilib murshid o'zingni, quloqqa olmag'ay olim so'zingni deydi. Johil kim desa, johil odam o'zini murshid deb biladi. O'zini juda ilmda bir yuqori deb biladi. Ya'ni pisand qilmaydi. Uni gapini quloqiga olmaydi, unga amal qilmaydi. Bu inson johildir deb Sofi Alloyor aytadilar.